Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, ko'rib turganimiz Euro katalizatorlar Euro 1 dan Euro 6 gacha bo'ladi akalar. Zavodskiy katalizator ja borsa Euro 3 yo Euro 4 bo'ladi akalar. Bizda Euro 5, Euro 6 katalizatorlar liboy mashinaga topiladi. Bilasizlar, katalizator stiker boshlangan o'shaning hisobiga bu katalizatorlar ekologiyaga asosida ishlaydi. Undan tashqari benzin rasxodni ham zakon qilib o'lchamini joyiga keltirib beradigan aslida mana shu katalizatorlar bo'ladi akalar. Mana shu bu katalizatorlar to'lib qolgandachi mashinaga gulshtillardagi katalizator datchiklari bo'ladi. Undan tashqari sensorli datchiklar motorlarda bo'ladi. Isparitel zasnovga to'lib qolish, qurum bosish hammasi mana shu katalizatorga tegishli bo'ladi akalar. Bilib olganimiz yaxshida. Euro 5, Euro 6 katalizatorlar akalar juda ham yaxshi ishlab beradi. Probegi zavodskiga o'xshab 80 ming, 100 ming bo'lmaydi. 300 ming, 350 minggacha yurib beradi akalar. Liboy mashinaga yasab o'zingizni bachogingiz ichiga joylashtirib remont qilib beramiz. Arzon variant tushadi. Sizlarga zavodskiy